Assalomu alaykum akalar, charchamasizlarmi? Sog'lig'ingiz jo'nam. Xo'p, ustakalarga mana kichkina layfhack desam bo'ladi. Ko'pchilik ustakalar mana shunday ochilib qo'ygan joylarda yopish uchun mana bunaqa izolenta qilishadi. Bu yerga shunchaki ulangan. Bu izolentani ko'chirib tashlab, bitta so'r uslab qolamiz. Tomosha qilasizlar. O'sha layfhackimiz mana. Kusachka bilan kabelni archilashda ushlaydigan holatlaringda o'sha ochilgan joyga qarab turib kabelni ozgina qilib olib surasizlar. Mana shu holatda. Shunaqa surilganda mana bu ustidagi kabel izolyatsionni qismi pastga qarab siljib keladi avtomatik. Endi buni ustiga bunaqa holatdan keyin shu holatda tashlab qo'ymaymizda, yana izolentamizni davom ettirib oxirigacha o'rab kelamiz.